Assalomu alaykum. Buxoro Changan avtosaloni muxlislari. Bugun sizlar bilan Changan C55 ning restyling varianti bilan batafsil tanishib o'tamiz. Mashinamiz 1.5 turbina motor, 192 ta o't kuchiga ega bo'ladi. Mazda yaponskiy motor bo'ladi. Kuzovlari atsenkoviy zanglamaydigan kuzovda bo'ladi. Perlamotorli kraskalarda bo'ladi. Faralari ham plazmatik optik faradan bo'ladi. Mashinamizda 360 kamera, samotarmajlargacha bor. 19 razmerli diska balonda quyma yumshoq bo'ladi. Bundan tashqari ходовойлар независимый McPherson alohida tipda bo'ladi. Alohida bo'ladi har bittasi. Бесключевый достуp. Salon qismi ham keng. Elektron sideniya, elektron rul, 360 kamera, video registratorlari bilan bor. O'zining panorama tomi, elektron bagajlargacha bor. Mashinamiz ajralib turadigan jihatlardan monitori splashli katta monitor bo'lib chiqdi. Bu monitorda navigatsiya, YouTube tizimlari bor. Albatta afzal unga to'xtalamiz. Bundan tashqari mashinamiz polni panorama tomlar bilan jihozlangan, orqalari ham keng. Orqalarini ham yomg'ir ko'rsangiz bo'ladi. Orqa isitma sovutish sideniyalargacha bor. Salon pol kojniy salon bo'ladi. Mashinamiz orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham bagajlari elektroniy bo'ladi. Elektroniy bagaj. Bagajimiz 450 litr sig'imga ega bo'ladi. Undan tashqari salon deflektorlargacha mavjud. Bagajga narsa qo'ygan paytingiz isitadi yoki sovutib beradi. Undan tashqari mashinamiz propanga mo'ljallangan. O'zi mana. Ko'ryapsiz, propan uchun alohida jo'ti qo'yilgan. Uning tagida zapaska baloni ham bor. Даже shtorkalargacha bor mashinamizni. Pardalargacha. Undan tashqari mashinamiz detskiy rejimlargacha bor. O'zi qaytaradi avtomatik. Aytib o'tganda 360 kameralargacha bor. Mashinamizni ichki qismiga keladigan bo'lsak, беспроводной зарядный, 360 kamera, samotarmajeniya, голосовой управление, kurs kontrollargacha bor mashinamizni. Mashinamiz yangi restyling variantida monitori splashli monitor bo'lib, o'zi mana zavodskiy sim kartalari bilan через sun'iy yo'ldosh aloqaga chiqadi. Internet VIP deganida internetda uzluksiz bo'ladi. Bundan tashqari faralar hamma narsasi monitorga joylashtirilgan, klimat kontrollargacha. Mashinamizni masalan panorama tomini ochmoqchi bo'lsangiz ham panorama tomini o'zi ochiladi. Hech qanaqa nima knopka, unaqa narsa emas. 26 Yevropa dizayniga moslashtirilgan. Qaytib uni yopsangiz, yopiladi. Uch xil rejim: eko, normal, sport rejimga ishlaydi mashinamiz. O'zini aqlli haydash, avto pilotlari ham bor. Palas udержатель bilan samotarmajeniya, adaptiv kurs kontrol o'zi olib chiqadi sizni. Uzoq yo'lga bo'lsangiz, mashina qo'yasiz, mashina o'zi olib ketaveradi. Undan tashqari mashinamizda yangi qo'shimchalardan brauzer, internet qo'shildi. Siz xohlagan misol YouTube'nimi, qanaqa kino ko'rmoqchi bo'lsangiz, hammasi bor. Mana Google, Yandex, Odnoklassniklargacha bor hammasi. Undan tashqari yana eng plyusi, mashina shofyorga kerak bo'ladigan eng yaxshi narsa bu navigator. Uzoq yo'lga chiqqan payt navigatsiya tizimi ham o'zida. Polni radar, antiradar, radarlarni hamma narsasini ko'rsatadi. Yo'llar qanaqa znak bor, nima qilish kerak, buzuq yo'llar, navigator mana hamma joyni ko'rsatadi. Plyus tomonlari shular. Undan tashqari yana plyusi bu restyling variantiga mashinamiz sideniялari, abagreiflari ham, abduflari ham qo'shildi mana.